Xotin! Yo, men keldim, ey! Xotin! Xotin! Xotin, tualetda emasmisan? Xotin! Shu yerdamisan? Ha desang o'lasanmi? Dadasi, doktor aytdi. 1 haftalik umrim qoldi. Nima? Nima? Yo'q, ey. Mana qarang, dadasi. Nima degan bunga? Hech vaqt tushunmadim. Mana pechat nima? Mana xotiningiz 1 haftadan keyin o'ladi deb yozgan. Yo'q, ey xotin. Mendan rozi bo'l. Siz ham mendan rozi bo'ling. Roziman xotin. Sirraz roziman. Aniq rozisiz a? Aniq roziman. Raz 1 haftadan keyin o'larkanman. Shu kech bo'lsa ham, 1 hafta bo'lsa ham ishlatay deb iPhone 17 oldim. Nima? Ha 1 haftadan keyin o'laman-ku. Xotiramning yo'qisi ham tushmaydi. Ay endi ras o'larkansan, mayli xotin, mayli. Dunyoda hamma o'ladigan odamni oxirgi so'zi qonun. Mayli. Aniq rozimisiz? Ha, aniq. 1 hafta bo'lsa ham taqay deb shu bo'yinchamga bitta tilla do'kondan tillalar ko'rib qo'ydim-da. Shuni borib olib kelaylik. Xotin, уже ochdingda. Dada, siz bitta narsani tushuning-da. Men 1 haftadan keyin o'laman. Siz keyin takko'y bitta qizga uylanasiz. Tillalar ham, o'sha iPhone ham o'sha qizga qoladi. Kayf qilib yashaysiz. Takoy qiz degan. Bo'ldi xotin. Tilla bo'lsa tillada. Ering bo'lib turib, oxirida turib bermasam, qanday erkak bo'ldim? To'g'rimi? Точно 1 hafta. Точно. Aniq 1 haftami? O'tib ketmaydi. Dadasi mana. Bo'ldi. Yur xotin, ket. Hozir olib kelamiz. Bu ham qo'shaymi? Qo'shavering. Xotin, qara nima toptirmoqchi bo'lsang bo'ladi. Sen jinnimizni shuncha narsa o'ylaysanmi? Dadasi, hammani yonida sharmanda qilmang. Aytdim-ku sizga 1 haftadan keyin o'laman. Qoladi shular hammasi sizga. Nech pul edi bu? 90 million. Sen joydan men ishlayaptimi? Ha? Sviyaz bormi? Voy, men o'ladigan bo'lsam, bularni olib ketmayman o'zim bilan. Sizga qoladi. Yangi uylanayotgan xotinchangizga berasiz hammasini. Men sizni o'ylayapman. Nep? O 90 million deyapti, tushunasan? Qatdan to'layman uni. Kechirasizlar, gapinglarga aralashdim. Jamat do'konimizda barcha tillalarni 12 oyga bo'lib to'lashga vasila bo'ladi. Ana, hammasini o'rab bering. Rahmat, dadajonisi. Shu sandan oldin men o'lib ketmasam bo'ldi-da. Ты такой дерзкий, как пуля резкий. Да, это аргумент веский. А ты такой дерзкий, как пуля резкий.